Ishoning, ba'zi bir ekspertlar ham ajrata olmaydi shuni. Xo'p, kelinglar bugun sizlardan odam tilida bir aqlli gaplarni ishlatmasdan oddiygina mass market atirlarni, lyuks atirlarni va nishiviy bo'lgan atirlarni farqlab ketamiz. Bular nima va orasida nima farqi bor? Mass market deganda biz nimani tushunamiz? Bu har doim yoki sredniy segment uchun yoki niskiy segment uchun chiqqan juda ham katta ob'yomda va juda ham ko'p sotiladigan atirlar bo'ladi. Va bulardan misol nima? Massimo Dutti degan brendlarning atirlari, Zara, biz hammamiz biladigan Zara degan brend atirlari bo'ladi. Bu mass market deb aytiladi. Undan keyin bizda lyuks atirlar keladi. Bu aslida katta brendlarniki bo'ladi. Bu Dior bormi? Bu misol uchun Chanel bormi? Chanel degan brend atirlari. Bu misol uchun Victoria's Secret bormi? Gucci'mi? Bular hammasi lyuks bo'lgan segmentga kiradi va lyuks deb nomlanadi. Va undan keyin bizda nish atirlar keladi. Ko'pchilik o'ylaydi, "Voy, nish degandan keyin bu eng qimmat kategoriya atir" deb o'ylaydi, lekin bu unaqa emas. Ya'ni bizda bu yerda nish atir bor. Essential Parfumsdan Boa Imperial degan. Buni narxi $100 atrofida original bo'lyapti, lekin bu nishiga kiradi. Va bizda misol uchun bu yerda Megamar degan atir bor. Buni elitarga 160, 170, $200 atrofida bo'ladi. Bu ancha narxi qimmatroq bo'ladi shunda, lekin bu ham nishiviga kiradi. Ya'ni nishivi degani bu qimmat degani emas. Nishivi degani bu har doim parfyumeriya o'zini fantaziyasi, kreativi va ideyasi orqali qurilgan, yaratilgan atir bo'ladi. Siz buni atirlarni ajrata olasizmi? O'zingiz fikringizni kommentlarda qoldirib keting.